Здравствуйте. Если помните, и я могу повторить мой вопрос. Это насчет... Xitoy-Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li haqida so'ramoqchiman. Bu loyiha ayni dam qaysi bosqichda? На сегодняшний день этот проект уже начал свою работу. Bugungi kunga kelib bu loyiha bo'yicha ishlar boshlab yuborilgan. Biz qurilishni boshladik. Avvalo Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha bosh pudratchini aniqlab oldik. Hozir qurilishni Xitoy tomoni olib boryapti. Bosh pudratchi China Railways kompaniyasi bo'ldi. Bugungi kunda moliyalashtirish bilan bog'liq barcha masalalarni hal etib bo'lganmiz. Biz o'z tarafimizdan tegishli ulushni moliyalashtirib bo'ldik. Shuningdek, O'zbekiston va Xitoy tomonlari ham o'z ulushlarini moliyalashtirmoqda. Ayni vaqtda qurilish ishlari o'z maromida ketyapti. Строительство идет своим ходом. Bu loyiha taxminan qachon yakunlanadi? Этот проект закончится. Bu loyiha 5 yildan so'ng yakunlanadi. И Kaska Plus. Tushunarli, endi Kaska Plus haqida so'ramoqchiman. Bu loyiha Qirg'iziston Respublikasi uchun qanchalik muhim va sizlar uchun o'zi qanday imkoniyatlarni taqdim etadi? Kaska Plus этот проект. Kaska Plus bu loyiha biz uchun juda muhim, chunki u orqali yuklarni tashish qulay bo'ladi. Shuningdek, bu dastur yuk tashuvchilarimiz uchun ham qulaylik yaratadi. Shu bois hozirda biz Kaska Plus tarkibiga kiruvchi barcha davlatlar bilan hamkorlikda ish olib bormoqdamiz. Всеми странами входит в Kaska Plus.